Bu yoqda faol investitsiyalar forumiga tayyorgarlik ko'rish jarayoni davom etmoqda. Ana taglari hammasi gilam qilib chiqildi. Bu yoq qayoq desalaringiz 33-cha joyga joylashgan bo'lib, shundoq Hiltonning tepasida Sanoat qurilish banki binosi joylashgan. Katta yig'ilishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Mana to'sinlarga lampalar, yo'lda led ekranlar hali ham ishlashda davom etmoqda. Shundoq mamlakatga qarasak, restoranda ko'rishingiz mumkin. Biz hozir 33-joydamiz. Bu yoq tomonda ko'p kishiga mo'ljallangan hojatxonamizni перегородка qilib edik, ya'ni alohida xonalarga ajratib, MDF materialdan bitirib berdik. Shunaqa nержавейкадан qilib. Hammasi Turkiyaning instrumentlaridan ishlatilgan. Tepasi ham nержавейка. Pasti ham nержавейкаdan bo'lgan. Bu yoqga mana toshlarni qilib berdik. Ikkinchi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda перегородка qilib berdik.